Yog'sizgina, ko'ngilga tegmaydigan, ovqatlarni yoniga tortsa bo'ladigan ajoyib pirojkichalarning retseptini saqlab qo'ying. Idishga iliq sut va yozib qoldirilgan barcha mahsulotlarni birin-ketin solib, yumshoq xamir qoramiz va xamirni 40 daqiqaga dam oldirgan yuboramiz. Bu orada kartoshka pyurelarini tayyorlab olamiz va qiymaga bitta piyoz va tabga ko'ra tuz, ziravorlar solib tayyorlab qo'yamiz. Bu orada dam olgan xamirimizni olib, yong'oqdan kattaroq zuvolachalarga bo'lib, xuddi videodagidek qiyma, ko'kat va pyurelar solib, mana shu tarzda tugib olamiz va chetlarini yaxshilab yopib berkitib chiqamiz. Menda mana shu retsept grammlari bo'yicha tayyorlaganimda naqd 32 ta pirojkilar chiqdi. Siz esa oila a'zolaringiz sonidan kelib chiqqan holda bu grammlarni ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin. Ustiga esa tuxum sarig'i va sutli aralashmadan surib, xohishga ko'ra sedana bilan sotishingiz mumkin. 180 gradusda qizib turgan gaz pechiga 25-30 daqiqaga yuboramiz. Faqat ehtiyot